Ja'far Sodiq rivoyat qilib aytadilarki, Jibril alayhissalom o'zlari bilan billa Hazrati Azroil alayhissalomni olib keldilar. Ey birodarim Muhammad, men sizni huzuringizga keldim. Bugun yolg'iz kelganim yo'q. O'zim bilan Hazrati Azroilni olib keldim. İcazat bersangiz hozir kirib joningizni oladi, bo'lmasam orqasiga qaytib ketadi. Hazrati Azroil shu paytgacha hech kimni jonini so'rab turib olgan emas. Bundan keyin ham so'ramaydi. Faqat bu imkoniyatni Alloh sizga berdi dedilar. Shunda payg'ambarimiz Jibril alayhisalomga qarab turib, "Ey Jibril, ko'kargan daraxt qurimasdan ilojisi yo'q. Nur sochgan quyosh botmasdan ilojisi yo'q. Kamolga yetgan narsa orqaga qaytmasdan ilojisi yo'q. İbtidosi bor narsani intihosi bor. Tug'ilgan insonni ketmog'i muqarrar. Har bir banda o'lim sharbatini tortishi aniq. Hazrati Azroilga kiring, ayting, jonimni olsin dedilar." Hazrati Azroil alayhissalom chiroyli bir suratda bir arobiyni shakli shamoiliga kirib, payg'ambarimizning huzurlariga kirib, "Assalomu alaykum ya Muhammad. Meni sizni huzuringizga Rabbim yubordi. Habibimiz huzuriga chiroyli bir suratda kirgin. İcazat bersa jonini olgin, bo'lmasam orqangga qaytgin" dedi. Nima desangiz shu bo'ladi, ya Allohning rasuli. Jonimni olgin desangiz joningizni olaman, bo'lmasam orqamga qaytaman. Shunda Jibril alayhisalomga qaraganlarida, "Ey birodarim Jibril, nima deysiz?" Jibril alayhisalom, "Ya Allohning habibi, birodarim Muhammad, jannat eshiklari ochilgan. Hur g'ulmonlar yo'lizni poylab turibdi. Osmonda jami farishtalar menga ta'ziya bildirib turibdilar. Endi vaqt intihosiga yetgan bo'lsa omonatni topshiring." Hazrati Azroil alayhissalom payg'ambarimizning bosh tomonlariga o'tib, jonlarini qabz qila boshlagan paytlarida Jibril alayhissalom yuzlarini o'girib qolgan ekanlar. Shunda payg'ambarimiz, "Ey birodarim Jibril, Allohning hukmini yetkazganingizda yuzimga qarardingiz-ku. Nimaga hozir yuzingizni o'girib turibsiz? Birodarini jon berishni ko'rish do'st uchun og'ir bo'lar ekan. Sakaratul mavtda turganingizni ko'ra olmay qoldim, ey birodarim Muhammad. Toqatim bunga bardosh bera olmayapti" deb Jibril alayhissalom yuzlarini o'girgan ekanlar. Payg'ambarimizning jonlari ko'krakka kelganda, jon berish ham shunchalik og'ir bo'ladimi degan ekanlar. Hazrati Oysha onamiz rivoyat qiladilarki, payg'ambarimizning muborak boshlari meni tizzamda turdi. Osmonga qarab duo qilib turibdilarki, "Ya Rabbim, tepadagi yo'ldoshlarimga yetkazgin, tepadagi birodarlarimga yetkazgin, jon achchig'ini